O'yin boshlanishidan men rasm ko'rsataman. Shuni kimligini topishinglar kerak bo'ladi. Birinchisi. Tanimadik. Sherzod Nasrullayev. O'zbekmidi bu? Bayram. Qaysi davlat prezidenti? Qirg'iziston. Qirg'iziston. To'g'ri. Keyingisi. Cho'lpon. Abdulla Qodiriy. Fitratmidi? Fitratmidi? To'g'ri. Fitrata? Savol beraman. O'zbek tilidan nechta unli tovush mavjud? 6. 0 sonini kim kashf qilgan deb hisoblanadi? Xorazmiy. Xorazmiy emasmi? Hindlar to'g'ri. Voy. Qadimgi Buxoro qanday nom bilan mashhur bo'lgan? Buxoroy Sharif. Madinat as-Sufriya. Voy. Birinchi elektron kompyuter qachon yaratilgan? Achkim tushib ketib qoldi. Mayli, qayerda yaratilgan? AQShda AQShda, to'g'ri. Taxmin qildingizmi? Achkim ko'tarib borishim kerak Yer bo'ldi. yuzasining qancha qismi suv bilan qoplangan? O'shan 4 dan 3 qismi. 71%. 71%.